press apparati keldi, batareykada ishlaydigan 4 xil nasatkalar bor. Undan tashqari yana doполнительный narsalarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Xullas, Nero apparatimiz ichini ochadigan bo'lsak, ichida ishingiz kalibrovkasini bitgandan tekshirish uchun spesialniy nasatkasi ham qo'shib berilibdi. Bu sizni qilingan ishingizni haqiqatan обжимini sifatini tekshirish uchun bo'ladigan brelok desak ham bo'ladi. 4 xil nasatkasi bo'ladi. 16, 20, 26, 32 nasatkalari bo'ladi. Juda baquvvat qisqichi bor. Undan tashqari qo'shimcha agar kerak bo'lsa, ba'zi joylarda haqiqatan apparat sig'maydi, yurish qiyin bo'ladi. O'zini spesialniy, yana дополнительный klishi kelgan qisqichlari apparatga o'zini mashina kallasi qo'yadi. Bo'tga nasatka kiygiziladi va ba'zi paytda apparat sig'maydi yoki qiyin dostupniy ichkarida bo'lib qolishi mumkin. Trubalarimiz hozirgi TH nasatkamiz, kelajakda V va M nasatkalari keladi, nержавейка va otsinkovkalarga. Именно shu apparatga tushadigan. Bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Shunda biz nima qilamiz? Biz buni kallarni olib tashlaymiz. Bu kallarni olib tashlaymiz. Spesialniy o'zining nasatkasi bor. O'sha nasatkasini qo'yamiz. Qo'yib olamiz. Bu nasatkani qo'yib olamiz. Bu nasatka hamma joyga ishlaydi. Qiyin dostupniy joylarda ko'rayotganingizdek, undan tashqari aylanadi. Bu 180 360 gradus. Birinchi apparatimiz. Buni o'zini qistirib olamiz kerakli joyiga. Keyin o'sha apparat qo'yib olamiz joyiga. Apparat qo'yib olib, joyida bemalol qisib olamiz. Mana apparat qisib olamiz, ishimiz tugaydi. Bunaqa nasatkasi ham bor. Agarki videomiz manfaatli bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki bizning mehnatimiz teng bu sizning e'tiboringiz. Salomat bo'ling, siz bilan Nero jamoasi.